5 kun ichida men tikkan pulimdan tashqari men 1 milliondan oshiq daromadga chiqdim. Atigi 5 kun ichida o'quvchimiz qanday qilib 1 million pul topganlarini sirini ochaymi qarindoshlar? Xitoyda shunaqangi mahsulotlar borki, u mahsulotlarga atigi 150 ming so'm pul tikib olib keltirasiz va o'zimizda aynan o'sha 150 ming so'm pul tikkan mahsulotingizni bemalol 750 ming so'mdan sotib, o'rtada sof 600 ming so'mdan foyda qilishingiz mumkin bo'lgan mahsulotlar bor. Va hozirgina 5 kun ichida 1 milliondan ziyod daromad ko'rdim degan qarindoshimiz ham aynan mana shu formulani ishlatgan holatda atigi 5 kun ichida 1 milliondan oshiq foyda qildilar. Ha qarindosh, gapingiz rost bo'lsa-chi, bizga ham o'rgating endi o'sha narsani. Nimaligini ayting, qanaqa zakaz qilishni o'rgating deydigan bo'lsangiz, sizni Xitoydan mahsulotlarni to'g'ri zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darsligimga taklif qilaman qarindoshlar. Ha qanaqa qilib qo'shilar ekanmiz u 2 kunlik bepul darsligingizga deydigan bo'lsangiz, aynan mana shu video ostidagi kommentariyaga plus belgisini yozib qoldiring qarindoshim. Men esa sizga 2 kunlik bepul darsligim bo'lib o'tadigan yopiq Telegram kanalimni linkini jo'nataman. Plus belgisini qoldirgandan keyin shaxsiy xabarlaringizni bir rov kirib tekshirish esdan chiqmasdan qarindoshlar.